Algebra 8dan milliy sertifikatga taalluqli bo'lgan test soddalashtiring. Endi misol yechishga o'tamiz. Misol mana qismiga qaradik. Ya'ni 1 plus 1 taqsim 4 qavishda ildizda 1 taqsim t minus 1 taqsim t ning kvadrati mana bu qism mana bu yerda ham bor. Ya'ni katta qavishda ham bor. Shuni soddalashtirib olsak 50% yechimni topgan bo'lamiz. Birinchi shuni soddalashtirishdan boshlayman. 1 deb qo'yaman-da. Ildizda 1 plus 1 taqsim 4 buni ochib chiqaman. 4 dan 4 qaytarib yozib turmasdan 1 taqsim t bo'ladi buning kvadrati minus 2 ikkalasini ko'paytmasi 1 bo'ladi. Ya'ni bitta ildizga olib yozsam plus 1 taqsim t bo'ladi. T ni o'zi bo'ladi. Plus t ni o'zi bo'ladi. Ya'ni kvadratdan ildiz ketadi. Ketdi bu. 1 taqsim 4 ko'paytirib ochib chiqaman endi buni. Ildizda 1 plus 1 taqsim 4 t mahrajda bo'ladi. Buni 1 taqsim 4 minus 2 ko'paytirsam plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Minus bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, 1 taqsim 4 t 1 taqsim 4 t ko'paytsam plus 1 taqsim 4 t tepada bo'ladi endi. Teng. Ildizda 1 taqsim 4 ko'paytirib 1 taqsim t qilib yozaman buni. Xo'p, bu bilan bu 1 bilan minus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Plus 1 taqsim 4 t suratda. 1 taqsim 4 qavsdan chiqaraman uchalasidan. Ildizda 1 taqsim 4 qavsdan chiqsa 1 taqsim t qoladi. 1 taqsim t. Bu plus 2 plus t bo'ladi. Bu ham teng. Ildizda 1 taqsim 4 mana bunimiz o'zi xuddi mana buni plusi bo'ladi. Ahamiyat bersanglar. Ya'ni ildizda 1 taqsim t plusi ildizda t ning kvadrati. Teng. 1 taqsim 4 dan 1 taqsim 2 chiqadi. Qavsda 1 taqsim ildiz t, ya'ni 1 taqsim ildiz t ni o'zini yozay. 1 taqsim ildiz t plusi ildiz t. Qo'yasak. Demak, mana buni soddalashtirsak bu chiqdi. Endi o'rniga qo'yib yana soddalashtiramiz. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz buni o'rniga o'zini yozaman. Faqat kasr chiziq bilan yozaman. Buni o'rniga kasr chizib qo'yaman. Tepada 1 taqsim 2 1 taqsimi t ildizda plus ildizda t. Ya'ni tepada bu. Mahrajda buni ham o'rniga o'sha chiqqan javob yozaman. 1 taqsim 2 xo'p 1 taqsim 2 xo'p 1 taqsim ildizda t plusi ildizda t. Xo'p minus 1 taqsim 2 xo'p 1 taqsim ildizda t minusi t ekan. Ya'ni minusi bu yerda ildiz t edi. Testda berilishdi. Men t yozib ketibman. Ildiz t minus ildiz t. Teng. Xo'p, bu yerda 2 ga surat mahraji ko'paytirib yuborsam, ya'ni 1 taqsim 2 lar ketadi hammasida. Bu yerda qoladi 1 taqsim ildiz t plusi ildiz t. Bunda 1 taqsim 2 lar ketsa, qavs ochsam 1 taqsim ildiz t minus 1 taqsim ildiz t bilan ketadi. Ildiz t bo'ladi, minusga minus plus bo'lib 2 ildiz t bo'ladi. Endi surat mahraji yana ildiz t ga ko'paytirib yuboraman. Ko'paytirib yuborsam 1 taqsim ildiz t ni ildiz t ga ko'paytsam 1 bo'ladi. Ildiz t ni ildiz t ga ko'paytsam plusi t bo'ladi. Bu mahrajda 2 t qoladi. Demak, soddalashtirsak 1 plus t taqsim 2 t bo'ladi. Berilgan testimiz javobi D. Bu test professional 1 dan olindi.